nima xohlashimni bilmasdim. Hech narsadan maza qilmay qo'ygandim. Mana xuddiki Robertga o'xshardim-da tashqaridan. Go'yoki Xudoyim sizga bergan narsa sizga mos emas. Shunaqa. Men nimadir qilishim kerak. Men o'zimdagi bu kuch bilan men nimadir qilishim kerak degan narsa meni mana shu hamma narsadan yorib chiqib ketishga yordam bergan. Assalomu alaykum. Marhamat kutib oling. Giza psixologiya markazini navbatdagi eng kuchli, eng shijoatli, eng qoni qaynagan antiqa ajoyib kuratorlardan biri Feruzaxon. Feruza, o'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Ismim Feruza Avaz qizi. Oilaliman, 3 nafar farzandim bor. Birinchi mutaxassisligim liboslar bo'yicha dizayner. Ikkinchi mutaxassisligim amaliy psixologiyada hozir o'qiyapman. Nizomiy nomidagi universitetda. Va psixologiyaga juda ham qiziqqanim uchun buni nima deydi, mustahkamlash nimasida institutda ham o'qiyapman. Ikkinchi mutaxassislikka topshirib. Zo'r. Xo'p, qanday kirib qoldingiz siz psixologiyaga? Dizayner bo'lib yurudingiz. Birinchi marta 2019-yil kirib keldim psixologiyaga. Eslayman, birinchi marta konsultatsiyaga borganimda nimani hal qilmoqchisan deganda nima deyishni bilmay qolganman to'g'risi. Вроде бы tashqaridan qaraganda muammo yo'q, hamma narsa juda ham chiroyli. Oilam bor, farzandlarim, hammasi zo'r. Yaxshi oilani farzandiman, keliniman, katta oila. Lekin nima xohlashimni bilmasdim. Hech narsadan maza qilmay qo'ygandim. Mana xuddiki Robertga o'xshardim-da tashqaridan. Mana shu atrofimdagi narsalardan maza qilmasdim. Shukronalik yo'qolib qolgandi deydimi? Nimadir yetishmaydi. Nimadir yetishmaydi. Turmushga yosh chiqqanman, 18 yoshda turmushga chiqdim. O'ziga yarasha baribir qiyinchiliklar bo'ldi. Birinchi farzandimdan keyin juda ham ko'p homilalar yo'qotganman, juda ham qiynalganman. Va qarang, o'sha paytda oxiri rozi bo'lganman. Ikkita qo'limni ko'tarib aytganmanki, ey Allohim, men roziman. Mana shu bitta farzand bilan qolishga ham roziman. Menga onalik baxtini berding. Mayli Allohim, men bersang ham bermasang ham roziman deganman-da. Shundan keyingi oyda o'sha homilador bo'lib, ana o'sha farzandimni dunyoga keltirganman. Ketma-ket farzandli bo'ldim, 1 yil orasi 2 o'g'illi bo'ldim. Undan keyin ham bolalarim juda ham ko'p kasal bo'lardi. Unisini tuzatsam, bunisini больница yurardik. Juda ham qiynalib ketganman. Atrofimdagi insonlarning negativlari, har xil didi gaplardan charchab, to'yib ketib, o'sha nima deydi, ana inson portlaydi-ku, shunaqa darajaga kelib, kirib kelganman psixologiyaga. Xo'p, o'qish davomida, o'qish jarayonida nimalarni tushundingiz? Siz eng katta anglagan, tushunib yetgan narsangiz nima bo'ldi? Ishonchni o'rgandim. Daveriyada turib berishni o'rgandim. Hamma narsani shunchaki kuzatib turish kerakligini o'rgandim. Muhokamalarga kirib ketmaslik, aslida hammasi oddiy, hammasi osonligini o'rgandim, tushunib qoldim. Shunchaki ishonchda turib bo'layotgan narsalarni, ya'ni bo'layotgan jarayonlarga shunchaki nima deydi? Rolingizni shunchaki o'ynab berishingiz kerakligini tushunib qoldim. Bu juda ham zo'r ekan, bu juda ham oson ekan. Aslida biz hamma narsani qiyinlashtirar ekanmiz-da. Bu derkanmiz, aslida hammasi o'zimizda ichimizda. Shunchaki diqqatimizni o'zimizga qaratib, men nima xohlayapman? Meni maqsadim nima? Mana shu narsani o'zimiz uchun anglab olishimiz kerak ekanda. Men o'sha paytda borganimda aytganman. Meni orzularim nima edi? Mana qiz bola paytimda, bolaligimda nimalarni orzu qilarding, Feruz? Senga nimalar yoqardi, nimalarga qiziqarding? Juda ham katta maqsadlaring bor edi-ku seni. Men shu narsa qiynab, "Yo'q, men chiqib ketaman bu narsadan" deb kirib kelganman-da. Sababi necha yil uyda o'tirib qo'yganman, institutlarni bitirgan, juda ham katta orzulari bor-da. Qiz bo'lganman, sho'x bo'lganman, juda ham o'tirib qolganman. Yo'q, men nimadir qilishim kerak. Men o'zimdagi bu kuch bilan men nimadir qilishim kerak degan narsa meni mana shu hamma narsadan yorib chiqib ketishga yordam bergan. Ya'ni Feruz shunaqa xislati borki, juda ham anaqa mo'shniy ayollar bo'ladi-ku. G'ayrati kuchli, temperament, quvvati ko'p. Mana shunday katta quvvatga ega inson
uni qayerdadir ko'rsatish xohlaydi, namoyon qilish xohlaydi. Va unaqa insonga shunaqa tuyuladiki, go'yoki mani oilam menga mos emas, mani turgan joyim menga mos emas, mani qilayotgan ishim menga mos emas. Nimaga? Mana shunaqa katta norozilik paydo bo'ladi. Go'yoki Xudoyim sizga bergan narsa sizga mos emas. Shunaqa. Mana shu ichki jang albatta homila yo'qotishga ham, sog'liqdagi muammoga ham, uydagi kelishmovchilikka ham sabab bo'ladi-da, chunki ichingizdagi quvvatni xuddiki bosishga majburman, ko'rsatma, moslash, san endi shunaqa bo'lishing kerak, bu kuch borgan sari kattalashadi, bosgan sari asta-sekin o'sha mos bo'lmasa senga berilmasdi shu narsani. O'zingni borincha qabul qil, atrofdagilarni qabul qil va eng muhimi ichki kuchingni inkor etma. O'zingni xarakteringni, qanaqaligingni bundan voz kechish mumkin emasligini tushungansiz-da. Tushundim shu narsani. Mana shu kuchni mana shu oila bilan ham, farzandlar bilan ham, kerak bo'lsa qaynona qaynota bilan ham ishlatish mumkinligini tushundim. Kelishish mumkinligini tushundim. Hammasi aslida sizni qo'llab-quvvatlar ekan. Turmush o'rtog'im juda ham meni yaxshi ko'radi, hamma narsada qo'llab-quvvatlaydilar. O'g'lim bor, qizim bor, qaynona qaynotam bor-da. Juda ham aslida mendan baxtli inson yo'q ekan. Mana shu narsani tushunib qoldim. Buni shukrini keltirib, bular bilan ham mana shu kuchni ishlatish mumkinligini tushundim. Va ular hozirda bunda yordam berishadi. Mana shu kuchni qo'llab-quvvatlashda. Aslida inson ichki katta kuchini chiroyli namoyon qilishni o'rgana olmasa, hayoti jangga, do'zaxga aylanadi. Chunki har doim kuch mana shunaqa jangga va norozilikka sarflanadi. Xo'p, demak, bundan kelib chiqib, sizni kuchli tomoningiz nimada va siz ayollarga nimani bera olasiz? Nimani ko'rsata olasiz? Nimani o'rgata olasiz? Men ko'proq ishonchda deb bilaman. O'zimda ayollarni samotsankasini yaxshi ko'tarib bera olaman. Ko'pchilik mendagi o'quvchilarim erimni qizg'anmay qo'ydim deyshadi. Nimagadir shunaqa rashk qilmay qo'ydim deyshadi. Kelgandan keyin tinch qo'yadi. Tinch qo'yadi. Diqqatini o'ziga qaratib, o'zini mana shu ichidagi kuchini topishga yordam beraman. Bundan keyin ayollarni o'ziga bo'lgan ishonchi oshadi, samotsankasi ko'tariladi. Shuncha narsam bor ekan-ku, shunaqa qila olarkanman degan ularda xatti-harakat paydo bo'ladi. Eng zo'r natijalaringiz qaysi muammoda, qaysi yo'nalishlarda? Daromadda yaxshi natijalarim bor. Qarshilardan chiqib ketganlar. Mana shu turmush o'rtog'ini tinch qo'yib, o'zini nima deydi, hobbisini ocha olgan, o'zini boshqa yo'nalishda ko'rsata olgan, ya'ni qaysidir qirrasini ocha olgan o'quvchilarim ko'p. Mana shunda. Yutuqlaringiz nimalarga erishdingiz? Birinchi o'rinda mana shu. Ishonchda turib bo'lish men uchun juda ham katta narsa. Mana shu narsaga erishdim. Moliyaviy daromadim 12 ga oshdi. Yana ham oilada turmush o'rtog'im bilan, mana shu qaynona qaynotam bilan, farzandlarim bilan munosabatlarim juda ham zo'r. Farzandlarimni tinch qo'ydim, Nargiz opa. Qizim bilan kelisha olmasdim, nimagadir g'ashimga tegurardi. Qizimni tinch qo'ydim. Hozir shunaqa yaxshimiz, o'rtoqmiz. Qizim men bilan faxrlanadi. Onajon, hamma o'rtoqlarim siz bilan menga havas keladi deb meni yaxshi ko'radi. Bu narsaga erishganimdan juda ham xursandman. Farzandlaringiz siz bilan qanchalik yaqin bo'lishi, bemalol hamma gapni gapira olishi, siz bunga oddiy qaray olishingiz, farzandlaringizda bo'layotgan jarayonlarga bu juda ham zo'r. Zo'r. Oldingizga qanaqa maqsadlar qo'ydingiz? Nimalar qilgingiz keladi? Bilaman, har xil ijodlar bilan ham shug'ullanasiz. Maqsadlarim xudo xolisa juda ham katta, inshaalloh. Daromadlarimni o'stirib, mana shu kasbimni va hobbilarimni yanada rivojlantirish, xudo xolisa katta-katta sahnalarda namoyon bo'lish, mana shu o'zimdagi kuch va bilimlarni juda ham ko'p ayollarga yetkaza olishimni bilaman va mana shuni berishda xudo xolisa harakatdaman. Demak, o'zbek ayoli oddiy kelin, ham oilada, ham jamiyatda o'z o'rnini topa olish mumkinligi. Ham daromadga ega bo'lish mumkin, sayohatlarga chiqasiz, turmush o'rtog'ingiz bilan ham oilaviy mashina haydaysiz, ishingiz bor, yaxshi ko'rgan. Shu bilan birgalikda uyda ham bemalol erkin, xotirjam yashay olasiz. Nargiz opa, mana shu narsa sayohatlarga chiqish, mashina haydash oldin ham bo'lgan menda, lekin bundan masa qilmaganman-da. Sayohatga chiqsam ham, nima endi chiqdim tipi.
mana hozir chiqdim, yaqinda borib kelganimda ham, bilasizmi, dengiz bilan osmonni tutashuvi, bulutlar bilan to'lqinlar, mana shu narsani tomosha qilish qanchalik mazzaligini tushundimda. Mana shu mazzani his qilish ham katta narsa ekanda. Da, shunaqa. Har bir ayol katta oilada ham qaynona, bola chaqa hammasi bilan erishsa bo'lar ekan. Nimagadir, nima deydi? Erishsa bo'lar ekan. Hamma narsani baravar olib ketsa bo'lar ekan. Yo ish, yo oila degan narsa bu bizani chegara, o'zimiz chegaralab qo'yishimiz ekan. Молодец. Shunda yana o'zimiz jahlimiz ham chiqib ketadi. O'zimizga o'zimiz chegara qo'yib, hammani ayblaymiz. Hamma aybdor. Jahlimiz ham chiqadi. Aslida o'zimizda hamma gap. Молодец, Feruz. Faxrlanaman siz bilan, sog' bo'ling. Ishlaringizga omad. Bilaman, sizni gruppalaringizda natijalar juda ham zo'r, juda ham yaxshi ko'rishadi. Albatta, mana shu yo'lni bosib o'tgan insongina bu haqda gapira oladi, chunki u o'sha yo'lni bosib o'tayotgan insonni juda ham yaxshi tushunadi va his qiladi. Shunday insongina chiroyli yechimlar bera oladi. Bu bilan birgalikda doimiy ravishda o'z malakasini ustida ishlagan, mutaxassis sifatida rivojlangan, nafaqat shaxs sifatida, balki mutaxassisligini rivojlantirgan insongina juda ham o'zini sohasida yaxshi kuchli o'rin egallashi mumkin va katta muvaffaqiyatlarga erishish mumkin. Mana shu yo'lda sizga kuch-quvvat tilayman. Sog' salomat bo'ling. O'zingizni boricha namoyon qilishda davom etavering. Rahmat sizga. Rahmat.